Botdagi eski shahar haqiqiy eski shahar emasdek go'yo. Ya'ni bu yerda odamlar yashaydi, lekin ularning soni yildan-yilga kamayib ketyapti. Chunki bu turistik hudud bo'lib qolgan. Har qadamda do'konlar, restoran, kafelar. Valyuta yevro, lekin mamlakat Yevropa ittifoqi tarkibiga kirmaydi. Avvallari Chernogoriya Yugoslaviya mamlakati tarkibiga kirgan. Lekin SSR parchalanib, Bolqon yarimorol davlatlari zaiflashib, giperinflyatsiya yuz bergan paytda, ya'ni pul qadrsizlanib ketganda, Montenegro o'zining valyutasi hisoblangan dinordan shartda voz kechib, nemis valyutasi markaga o'tib ketgan. Tasavvur qilasizmi? Germaniya 2002-yilda yevroga o'tishi bilan bo'lsa, Chernogoriya ham xuddi shu narsani takrorladi. Yevropa ittifoqi buni taqiqlamagan ham, ruxsat ham bermagan. Shuning uchun haligacha norasmiy tarzda bo'lsa ham mamlakatda yevro ishlatishadi. Ajoyib, o'zingiz valyutangiz nostabil bo'lsa, shartda boshqa